Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlarga ratsionda qanaqa qilib sirivlasiz bemalol emin-erkin ozish haqidagi ma'lumotni bermoqchiman. Ya'ni ratsionda to'liq qolib, o'zini to'g'ri ovqatlanishida to'liq qolib, qanaqa qilib shu darajaga yaxshi ozishga yetib olish mumkinligi haqida gaplashmoqchiman. Nimagaki, juda ham ko'plab patsientlarimni kuzatdimki, hammasi shunaqa ozish marafonlarida qatnashib, nutritsiologlarga borib ham ozolmagan insonlar to'g'ri yo'lda har doim bir xil vaznda turish yoki ozish uchun qanaqa yo'llardan o'tish kerak va qanaqa qoidalar bo'lishi kerak, shuni haqida gapirib beraman. Ya'ni ozmoqchi bo'lgan insonlar, vaznini yo'qotmoqchi bo'lgan insonlar, sog'lom turmush tarziga amal qilish, har xil gormonlari buzilib ketgan insonlar qanaqa qilib ovqatlanish kerakki va qaysi qonun qoidalarga rioya qilish kerakki, bu narsalar, ya'ni birdaniga siriflarga, portlashlarga, ovqatni birdaniga ko'p yeb olmaslikka olib borishini. Ya'ni bu qanaqa bo'lishi kerak? Birinchi qoida hech kimni eshitmaslik. Ya'ni siz har doim birovlarni e'tiboridasiz, har doim insonlar bilan birgalikda ovqatlanasiz. Men tushunaman. Ayniqsa uyda o'tiradigan ayollar o'zi uchun alohida ovqat qila olmaydi va bunaqa paytda ko'pchilik nima deydi sizga? Yevorvur, hech narsa qilmaydi, yesang ham hech bir muammo bo'lmaydi, keyin yana ertaga dieta qilarsan, dietani har doim qilib yurish mumkin emas-ku, o'zi shunda ham ozg'insan, ozib olasan, bir oydan keyin ozasan. Mana shunaqa gaplarni ko'p eshitasiz va sizni qo'llab-quvvatlovchi insonlar. Bunaqa insonlarni siz tushuningki, siz birinchi insonlardan bo'lmoqchisiz, to'g'ri ovqatlanadigan, sog'lig'iga qarashni xohlayotgan insonlar va bunaqa insonlarga ko'proq qiyin bo'ladi. Nimagaki, siz atrofingizdagi insonlar ko'pi unaqa bemalol meva yeyishi mumkin, bemalol o'ziga hamma narsa pozvolyat qilishi mumkin. Sizda bunaqa holat bo'layotganini hech kim tushunmasligi mumkin. Sizni sog'lig'ingizni hech kim garovi bo'la olmaydi. Shuning uchun bemalol o'zingiz uchun shunaqa qonun qoidalar yaratingki, siz o'sha ma'lum bir 3 oy yoki 6 oy o'ziga vaqt bergan bo'lsangiz, shu vaqt oralig'ida hech kimni eshitmaslik va ularni qonun qoidalariga o'ynamaslik. Ular shunaqa qila olar, lekin siz bir kun bugun masalan buzib qo'ygan bo'lsangiz, qizlik uyiga borgan bo'lsangiz, bugun qanaqadir meroperiyatsiya bo'lgan bo'lsa, to'yga borgan bo'lsangiz, kola ichib qo'ydingiz yo bir meva yeb qo'ydingiz, lekin ertadan albatta yana davom ettirib ketish kerak. Shu qonun qoidani o'ziga amal qilishga harakat qiling. Va ikkinchi qoida bo'lishi kerak, bu ovqatni chiroyli qilish. Sizga bu udovольствие bersin, sizni xursand qilsin, dopaminningizni ko'tarsin, ovqat chiroyli bo'lsin. Har doim bir xil grechka bilan bir xil salatni yeya olmaysiz va bu sizni joningizga tez tegadi. Buni sekinlik bilan amalga oshirish uchun siz chiroyli qilib ovqatni o'zingizga podавать qiling. Ya'ni salatni yonida qanaqadir souslar bo'lsin, zelenlarga aralashgan bo'lsin, albatta ichida oqsili bo'lsin. Oqsil bilan yegan ovqatingiz ancha sizga to'yimli bo'ladi va sizni joningizga tegmaydi. Go'sht bizani insonlarni, ya'ni Toshkentda, O'zbekistonda o'zi umuman o'zbeklar juda ham go'sht yaxshi ko'rishadi. Go'sht albatta salatda ishtirok etsa yoki tuxum albatta salatda ishtirok etsa, bu sizga bo'lmeni osonroq yeyishga va qiziqarliroq bo'ladi va yangi salatlarni ratsioningizga kirgizing. Umuman yemagan salatlaringiz va albatta malinalarni, qanaqadir shunaqa rezavorlarni albatta ovqatga kiritish kerak ratsionga. Nimagaki, bular juda ham yaxshi o'zida kletchatka ham saqlaydi va kerakli bo'lgan C vitamini bergani uchun ham inson tez toliqmaydi va joniga tegmaydi. Yengillik bo'ladi va ko'z uchun juda chiroyli. Qizil rangdagi, och rangdagi narsalar juda ham ko'z uchun chiroyli va u odamni yana ham bag'ridilar ochilib dieta qilishi davom ettiradi. Yana nima? Mevalar yeb qo'yganingizdan keyin harakatni ko'paytiring. Umuman ovqatni nimadir bilan qo'shib yeb qo'yganingizda, osh yeb qo'ysangiz yana ko'proq zelenlar qo'shing. O'sha kuni ertasi kuni kamroq kaloriya kirgizishga harakat qiling. Harakatni ko'paytiring va 3-qoida siz uchun bo'lishi kerak kamaytirish. Oshni bir kosa emas, bitta tarelkada kichkina qoshiq bilan yeyish, zelenlar bilan birga qo'shib yeyish, albatta zelenlarni ovqatdan oldin yeb olish, o'sha kuni yaxshilab harakatni ko'paytirish va
qo'shimcha uglevodlar bo'lmasligi kerak. Bitta uglevod qo'shdingiz ham ikkinchisi bo'lmasligi kerak. Shundagina ozish yo'liga tushasiz. Agar vazningiz ushab turish bo'lsa, unda qo'shsangiz bo'ladi, lekin ozish uchun albatta uglevodlarni tark etish kerak. Ayniqsa mevalarni, chunki meva yeganingizdan keyin o'zingiz ahamiyat bering, 2 soat ichida qorningiz juda ham qattiq ochadi va ko'proq jigar bilan muammosi bo'lgan, jigari yog' bilan qoplanganlar albatta mevani kamaytirgani ma'qul, chunki ular shundoq ham o'zi jigar qiynalib yotibdi, uglevodlar ular yana fruktoza bo'lib kiradi va jigarga muammoni yana ham oshiradi. Yana ham qoningiz ochishi ko'payadi. Meva yeganingizdan keyin ahamiyat bering. Mana 6 ta ovqat yegan bo'lib, ozginadan keyin meva yedingiz yoki tarvuz yedingiz, 1-2 soat ichida yana nimadir yegingiz kelib qoladi. Bu aynan uglevodlarni shunaqa organizmga insulinni ko'tarish darajasi bilan shunaqa organizmga ta'sir qilishi. Va harakatda gap ko'p. Nimagaki harakat qilganingizda dopamin ajraladi va siz baxt gormonlarini qanaqa ajratishni to'g'ri bilib olasiz. Shuning uchun harakatni ko'paytirib, qanaqadir o'zingizni chalg'itsangiz, shunda ko'p ovqat yeb qo'ymaysiz va sizga juda ham yaxshi yordam beradi har xil kasalliklaringiz ko'paymasligi va gormonlaringiz to'g'ri ishlashi uchun. Meni kuzatishda davom eting va albatta sizga yaxshi ma'lumotlarni berishga harakat qilaman.